Yana bitta Damas mashinamiz tayyor bo'ldi. Chexol puli shumizalasaga olib qo'ygan mashinamiz tayyor bo'ldi. Ikkita oldiga Lacetti mashinalarini qo'yib, pertashka qilib, zo'r holatda tiniq qilib berdi akalar. Lacetti mashinalarini qo'yib, oldilariga pertashka qilib, tiniq holatda tayyor qildik akalar. Mana bu bollarni ham birga-bir stonovka qilib tayyor qildik. Salonimiz qora bo'lgani uchun torpedalarni ham matviga bo'yashga qaror qildik. Apishkalarni ham poli kombinatsiya qilib tayyor qildik. Xudo xolasa, cho'tki holatda eng qiziqarli arqalariga samfurlarini, kolonkalarini, ustletlarini stonovka qilib, polkalarini yasab, cho'tki holatda tayyor qildik akalar. Lacettida yurgan deb bo'lasiz, lekin mashinamizni qarang. Xudo xolasa, vashshi cho'tki holatda tayyor bo'ldi. Arqalariga mana samfurlarini o'rnatib, kolonkalarini qilib, stonovka qilib tayyor qildik. Xudo xolasa, kimga mashina xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, o'zimiz sifatli qilib, zo'r holatda tiniq qilib beramiz. Damas akalarimga shuni tashab qo'ying. Xudo xolasa, har doim xizmatdamiz akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.